Hurmatli ota-onalar, siz uchun yangilikni zo'ri. Endi siz farzandingizni logopedga olib borishingizga hojat yo'q. Sababi biz sizga uy sharoitida bola bilan to'g'ri shug'ullanish va ulardagi nutqni kechikish sabablarini yoritib beruvchi darslikni tayyorladik. Bu darslik kim uchun? Bu darslik aynan logopediyaga endi kirib kelayotgan yangi mutaxassislar uchun. Undan tashqari, farzandini rivojlanishiga befarq bo'lmagan ota-onalar uchun. Bizni video darslarimizda nimalar bor? Bolani nutqiy rivojlanish bosqichlari va nutqda kuzatiladigan kamchiliklarni uy sharoitida tuzatish usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Aynan farzandini uy sharoitida nutqini ravon qilishga harakat qiladigan ota-onalar uchun asqotadigan video darslik. Asl narxi $100 bo'lgan onlayn darsimizni hozirgi kunda xarid qilsangiz sizga 99 mingga beramiz.